Bugun o'zi ham 10 kundan beri turgan klientimiz dachidan chiqib ketdilar. Menda bo'lsa keyingi klient kelguncha yana 5 soat vaqt bor, polni tozalab olishga. To'g'risini aytaman, bir kun yoki 2 kunga klient qo'ygandan ko'ra 10 kun bitta odam o'tirgani menga juda ham yoqib tushdi. Yana yetmaganiga orada 2 marta svet o'chib qolganini hisobga olmaganda hech qanaqa problema bo'lmadi. Mazza qilib dam olib ketdik deb menga rahmat aytib yubordi. Lekin 10 kun ichida juda ham ko'p bolalar bo'lib turishgan edi. O'shaning uchun men dachi juda ham achinarli holatda deb o'ylagan edim, lekin men o'ylaganimda ancha yaxshi holatda ekan. To'g'ri, orada ko'ngilsiz voqealar bo'libdi, bir narsalar buzilgan, singan, lekin hammasini to'lovlarini qilib rozi bo'ling deb ketishdi. Ana endi menda avgust oyi uchun yana 2 kun, 3 kun, 1 kunlik klientlar bor. Bu degani albatta endi dachaga tez-tez qatnab turaman degani. Birinchi bo'lib kela solipoq qo'llarni chehrasini ochib, hamma baglarni sipirib, keyin bo'lsa oshxonaga kirdim. Oshxonani 2 soat uborka qilishimga to'g'ri keldi. Ko'pincha shu xaladilnikni har doim yaxshilab tozalab artib ketaman derdim, lekin esimdan chiqib qolardi. Bu safar 40 minut vaqtimni xaladilnik uchun ajratdim. Sababi baribir ko'p narsalar qo'yiladi va klientlarni ketayotganda ovqatlari qolib ketganligi uchun aynan hidlanib qoladi. 1-2 marta jalb eshitganligim uchun bu safar erinmasdan aynan Zeyt Store antibakterialniy sredствоdan olib kelib, yaxshilab sepib tozalab yuvordim. Agar siz ham xaladilnigingiz hidlanib qolgan bo'lsa yoki go'sht hidi kelayotgan bo'lsa, aynan shu Zeyt Store antibakterialniy vositasidan foydalangan holda tozalab yuvorsangiz xushbo'y hidli kelib turadi. Qancha tezlik bilan ishlagan bo'lsam ham, lekin 5 soat vaqt polni dachani tozalab yig'ib chiqishga yetmadi, sababi 10 kundan beri baribir qaralmagan. Orada aytib qo'ygan edim, agar et-betga suvni oldiganmi chiqib ketadigan bo'lsanglar, menga aytib qo'yinglar, 2-3 soatda kirib dachani bir sidri-sizlarga tozalab berib chiqib ketaman deb, lekin yetishmadi. Yolg'on bo'lmasin, orada 15 minutcha ovqatlanishga o'tirganim hisobga olmaganda, lekin tinmasdan harakat qilib qo'limdan kelgancha yig'ishtirdim. Bu orada opacham telefon qilib, xuddiki ustimdan muzdek suv ag'darib olgandek bo'ldi. Ularning aytishlari bo'yicha men kunda kunora toqqa chiqib, dachada maza qilib dam olib, havo olishtirib kelayotgan ekanman. Ular bo'lsa issiq uyda tiqilib o'tirgan ekanlar. Endi opam shunaqa o'ylasa, qolganlarni umuman gapirmasa ham bo'ladi. Men ham nima hay aytganingizdek klientlar hamma joylarga suv sepib, muzdekini qilib, basseynga tarix qovlarni otib, o'choq qozonlarda qozonkoplar qilib qo'yishgan ekan. Men ham suzib, maza qilib yeb o'tirman dedim. Agar sizlarga ham uborka videolarim qiziq bo'ladigan bo'lsa, har safar borib olishga harakat qilaman. Faqat menga motivatsiya berib, like bosib turinglar.